turmush o'rtog'imizga har doim oberingga o'tar ekanmiz endi. Molidapa va boshqa katta o'g'illari borlar. Siz o'g'illaringizga mashina olib ber menga, mana buni olib bergin deb yo'q bo'lsa ham aytaverishingiz kerak ekanki, o'sha narsa unga pul keltirsin. Mana shu emotsiyani berishingizni kutib turadi. Masalan, o'g'lingizga balki ayoli ham olib bering deya olmasi mumkin-da. Ayoli ham aytaversin, siz ham aytishingiz kerak, olib ber deb. O'shanda u olib beraveradi. O'sha emotsiyani kutib turishar ekanda, o'sha emotsiyani voy, keyin o'zingiz ham oylik olyapsiz-ku desachi. Nima qilamiz Dilshoda shunaqa desa? Qani kim aytadi? Yozinglar. Nima hozir Dilshodani gapini? Voy, keyin o'zingiz ham oylik olasiz-ku desachi, nima deysiz? Nima deyish kerak? Nima qilish kerak? Nima deyish kerak emas, nima qilish kerak? Yozinglarchi. Jonim mana, qarang. Bu o'y sizni o'yingiz, sizni qo'rquvingiz. Bu sizda bor. Eringiz sizda bu his tuyg'u bo'lmasa, uni hech qachon sizga aytmaydi. Qachonki bu so'zni eshitarkansiz, bilingki, bu o'y, xayol sizniki, uniki emas. Erkagingiz uchun siz уже buni tanlab qo'ygansiz. Uni o'zingni puling bor-ku degan narsani aytishiga o'zingizni ich-ichingizda tayyorlab qo'ygansiz. Shuning uchun siz buni eritasiz va mani pulim o'zimga mazza qilib narsa ishlataveraman. Mani turmush o'rtog'im men xohlagan narsalarimni olib berishini tanlov qilaman. Eritasiz va o'zingiz xohlagan narsani ishga tushirasiz jonginam. Siz olib berganingiz boshqacha deyish mumkin. Buni deyishingda mumkin-da. Bu hozircha siz o'zingiz shu bilan aldayotgan bo'lasiz. Sizniki boshqacha deb o'zingizda bu qarorlarni o'zgartirayotgan bo'lasiz. O'shanda u o'zgarishi boshlaydi. Siz bu yerdan eritasiz, ishga tushirasiz va buni tajribada o'tkazib ketaverasiz. Bunaqa savollar kelsa, siz bilib turasiz. Chunki u bu savolni berishga majbur, chunki siz shuni kutyapsiz. Siz shuni bilasiz. Ha, biluvdim o'zi deysizki. Qizaloqlik energiyasi yoqib olib so'rasangiz, uyalmaysiz. Sizda hozir qizaloqlik yo'q-da, jonim. Hozirgi aytgan narsalarni o'zingizda eritib, ishga tushirib olsangiz, keyin уже uyalmaysiz. Men o'zim so'ra olmasdim. 10 telladan oshmasin, 10 so'mdan oshmasin derdi. Bitta magazinga kirsak, 10 so'mdan oshmasin. Hazillashib aytardi, lekin 10 so'mdan oshmasin desa, meni qalbimga qanaqa qattiq botardi, bilasizmi? Men hatto unga bir narsa olib ber, buni olib ber, buni olib ber deya olmaganimda, meni olib ber deyishim uchun bu narsalarni menga qalbimga urib o'rgatgan. 10 so'mdan oshmasin, 10 so'mdan oshmasin. O'zi bittagina kofta 100 ming so'm bo'lsa, menga 10 so'mdan oshmasin. Tushunyapsizmi? Bu menda bor narsa. Jahlim chiqadi, boshqa qiladi-da, keyin men уже hali shunaqami? Hali sen shunaqamisan? 100 ming so'mdan oshmaydi. Tamam deb o'sha yerdan atila bitta 100 ming so'mlik yoki 200 ming so'mlik narsani olib chiqib ketardi. Tushunyapsizmi? Bu sizni qarorlaringiz, sizni tanlovlaringiz. Siz buni juda ham yaxshi bilasiz. Sizni tanlovingizdan boshqa tanlov yo'q. Siz tanlovni qarorni zo'r qo'ysangiz, u sizga hech narsa demaydi. Ya'ni hozir balki puli yo'q bo'lishi mumkin, lekin siz olib bering deyorsiz, uni shantallari otadi. Sizga ba'zan jahli chiqqanda unaqa deb yuborishi mumkin. Bu ham bizning ichimizdagi qaysidir qo'rquvlarimiz. U keyin уже shantallari otib, unga pul keladigan joylar chiqishni boshlaydi.